Hurmatli fuqarolar, hurmatli tegishli tashkilot rahbarlari, mutasaddi rahbarlar, mutaxassislari, mana ko'rib turganingizdek, Oltiariq tumani Yuksolish MFI mahalla fuqarolar yig'in tomonidan keladigan suv. Murojaat qilyapsiz. Murojaatingizda ushbu kanaldan to'g'ri damba bor deyapsiz. Haqiqatda dambani ko'rdik. Endi bu yerda turba bormi, yo'qmi? Bor turba. Hozir turba bor. Bor turba. Dambani ochib, bu yerda ko'ylasa, Aşağı köylese bir 10 metre joyda köylese turba çıkardı. turba chiqadi. Turba taxminan qanaqa? Qanday? Turbani boshimdan oyog'i uzunligi 10 metr, kattaligi 60. 95-yillari bu drenaj bo'lgancha aholimcha suv talab qilmaganligi uchun ko'milib ketgan ekan. Buni mahalla hashar yo'li bilan ochishlari mumkin degan menga xat chiqqan telefonda. Xulosa chiqarib bergan. Ha, Vatkozdan shunaqa xat chiqqan, u Vatkozdan ham menga xat kelgan, telefonda kelgan. Men olishni bilmadim, o'chib ketibdi. Mana hozir shu yerdan 10 metr turba bor. Bunga davom ettirib, men ham bir 20 metr turba ko'mib bersam, aholiga xavfli bo'lmaydi. Hozir mahalla nima deb iddio qilyapti bu fuqarolar? Mana shu yerda 3 ta fuqaromi, 2 ta fuqaromi? 4 ta fuqaro, 3 ta fuqaro o'ng qo'ldan, chap qo'ldan, bitta fuqaro. Nima deb iddio qilyapti? Shular chuqur bo'lib ketadi, bola chaqa o'ynasa tushib ketadi deyapti. Mana yuqorida o'zingiz ko'rdingiz, nariga yaqin 4 metr chuqurlikda. Ona bir 4 metrlik chuqurlikda. Mana kanalda chuqurligi qancha? Nimaga kanal xavfli bo'lmaydi-yu, bet xavfli bo'ladi. Shu mahallani reisi bilan men jicha gaptalashib urushib qolganligim uchun mahallani reisi shaxsiy adovat qilyaptimi? Shaxsiy adovat qilyapti. Qonun bo'yicha talab qilyapti. Agar qonundan talab qilganim yo'q. Men noto'g'ri ma'lumot bergan bo'lsam, noto'g'ri talab qilayotgan bo'lsam, yolg'on gapirgan bo'lsam, men aldayotgan bo'lsam, davlatni menga qonuniy chora ko'rishlarini so'rayman. Lekin shuni haqda aldab, mana prezident devoniga yozdim, shularga yozdim, shularni ham aldab jo'natyapti. Kerak bo'lsa shularga qonuniy chora ko'rishlarini so'rayman. Biz kuzatayotgan mutasaddi rahbarlar, tegishli xodimlar bu murojaatini o'rgangan kelganlaringda shaffoflik bilan, adolatlik bilan o'rganish olib borib, ikki tomonni o'rganib, ayniqsa o'sha tahdid solayotib turgan, ariq ko'ylanishga qarshilik ko'rsatyapti turgan, aralashishga haqqi yo'q bo'lgan fuqarolar aralashyaptimi? Buni qonuniy tartibda nazoratga olib ko'rib chiqishlaringni so'rab qolamiz. Sababi bu murojaatchi kamida 3 oy, 4 oydan beri bizning ijtimoiy tarmoqlarimizga murojaat qiladi. Bizni vaqtimiz bo'lmagani uchun shu kungacha biz ham shu joyga, ushbu murojaat qilingan joyga yetib kela olmagandik. Mana bugun yetib kelib ko'zimiz bilan ko'rdik. Bu juda ham katta murojaat emas yoki katta muammo emas. Bitta mahalla raisini o'zi ikkita fuqaro bilan kelishtirib, birpasda buni muammoni bartaraf qilsa bo'ladi. Afsuski, ba'zi bir o'zini ishini yaxshi bilmagan suskash rahbarlar yoki xodimlarning hisobiga ushbu fuqaro qolaversa, boshqa butun O'zbekistondagi fuqarolar jamiyatda aziyat chekib, qiynalib, o'zlarini muammolarini bartaraf qila olmasdan yurishadi. Bilamizmi, ijtimoiy tarmoqlarga juda ko'p murojaatlar chiqadi. Murojaatlarda o'rgansiz o'zi ozgina kichkinagina murojaat bo'ladi, katta qilib ko'pirtirib olib chiqishadi. Biz buni ko'pirtirmaslikka harakat qilamiz. Afsuski, bu yerda bizda tushunchamiz bo'yicha o'rganilganda, bu yerda mahalla raisi, qolaversa tegishli tashkilotlar o'zaro ikki tomonni eshitmasdan qaror qabul qilganlari ham bu noto'g'ri. Ba'zi bir holatlarda, ko'p holatlarda murojaat qilingan, murojaatiga asosan qonuniy tartibda murojaatlari yechim topmagan, javob xati ham yo'llanmagan. Ushbu murojaatchini konstitutsiyaviy huquqlari buzilgan. Hurmatli mutasaddi rahbarlar, hurmatli organ xodimlari, albatta buni negizga yeting. Sizga yolg'on ma'lumot beryapti turgan tegishli tashkilotlarda mutaxassislariga tegishli tartibda chora ko'ringlar. Mana tuman bosh rahbarlari keldi, ko'rishdi. Mahalla reislari keldi, ko'rishdi. Biz kelib o'rganamiz desak, biz kelguncha nima qilishyapti? Mahalladagi xotin xalajlarni, qo'ni qo'shnilarni hammasini to'plab olib, men bilan urushtiryapti. Uyatsiz gaplar bilan meni haqorat qilyapti.
Endi bu 20-30 ta odamni tanimaysiz haligilar. Yo'lda o'tgan yo'lovchini ham to'xtab turib, haligilarni rasmga olib gapirib turyapti. O'zaro til biriktirgan deb o'ylayapsizmi? Biriktirganda. Ha, shunaqa shubhalarga Mana bo'lyapsiz. hozir prokurorga yozgan arizamga Yuragimov degan odamni hovlisidan ariq o'tgan deb yozib javob xati kelibdi. Yuragimov degan odam bu yerda yashamaydi. Yo'q bo'lgan. Prokuraturadan tekshirilgani kelgan odam kelgan ham yo'q, ko'rgan ham yo'q. Ha. Qani bu yerda Yuragimov degan odamni o'zi yashamaydi. Bu yerda prokuraturani emas, o'sha tegishli tartibda o'rgangan mutaxassisni xatosi bo'lishi ham mumkin. Xatosi endi kim tekshirgani kelgan bo'lsa ham, mana o'zingiz o'ylab ko'ring. Olti tarafdan mandan prokuraturadan menga javob xati kelyapti. Tegishli odamlar borib o'rganib chiqdi. Arizaga o'rganib chiqdi deyapti. Birovni hovlisidan o'tgan ekan, mevalar, daraxtli mevalar tagidan o'tgan ekan, stalbalar tagidan o'tgan ekan deb yozibdi. Mana hech qanday narsa yo'q. Bu hattoki birovni hovlisidan ham o'tgan yo'q-da bu ariq. Tushunarli. Keling bo'lmasam birgalikda ana shu dambani syomka qilamizda, mutasaddi rahbarlarga videoni uzmagan holatda piyoda o'sha yergacha borib ko'rsataylik. Ha, mana bo'ldi. Mana. Hurmatli mutasaddi rahbarlar, tegishli xodimlar, mana o'sha mutaxassislar kelib o'rganganda yolg'on ma'lumot berayotib turganini ta'kidlayapti mana. Murojaatchi mana damba bor, damba bor. Mana murojaatchini o'zi. Yolg'on yashiq gap yo'q. Mana shu joydan turib o'tgan. Suv o'tadi. Tarixda suv o'tgan. O'sha 20 yil oldinmi, 15 yil avvalmi suv o'tgan. Afsuski bu ehtiyotsizlik oqibatidami, qandaydir holatda berkilib ketgan. Mana shu ariq mana. Bemalol joy bor. Bu akamiz bino qurgan, binoni oldidan ozgina toki chiqqan. Endi qonuniymi, noqonuniymi buni biz baho bera olmaymiz. Tegishli mutaxassislar baho berishi mumkin. Mana ariq ketyapti. Ko'rib turganlaringdek. Hali bir holatni ko'rsatdim, turbani ko'rsatdim, suv o'tyapti turgan turbani. Video jarayonida qo'yib ketaman. Ana shu turbadan to'g'ri suv kelyapti. Bu suv jarayonini ko'rib, suv bor ekan ariqda. Nimaga fuqaro murojaat qilyapti? Degan savol tug'ilishi mumkin albatta. Hammada bu tabiiy holat. Afsuski bu suv bir oy oqadi, 2 oy oqadi. Keyin suv to'xtaydi. Shu bilan 8 oy yo 6 oy, 7 oy davomida suv kelmasligi ham mumkin. Shu bois bizda yer maydonimizdagi uzum mevalari, meva-chevalarimiz qurib ketyapti degan iddaoni qilmoqda. Mana ko'ryapsizmi? Iloji yo'q, nasosda sug'uradi fuqarolar ba'zi birlari. Mana bemalol ariq o'tgan. Ko'ylansa 20 sm ariq ko'ylanadi ekan. To'g'rimi Sherali tog'a? Ha, bu 20 sm, bosh tomoni 60 sm ko'ylanadi. Ha, uni ham boshi katta yo'lda dambani 20 metr, 30 metr bu yog'i 1,5 metr ko'ylanadi. Siz hozir aytyapsiz 20 metr turbani tashab 15 metr, 30 metr men turba olib ko'mib beraman. Ko'mib xomiyligini qilasiz. Fuqarolarda hech qanday e'tiroz bildirishga haqqi yo'q. 4 million rasxoti bor bu yerda, men o'zim qilaman. Tashabbus bu narsa, to'g'rimi? Mana tegishli tashkilot rahbarlari eshityapti turgan bo'lsangiz murojaatchimizni mardlik qilib tashabbus qilmoqda. O'zim boshlig'iga aytganman. Shuncha rasxoti bor, shuni qilaman deganimda bo'ldi qiling degan. Lekin men bu pulni bu nima niyatda bu odam keyin yo'q bo'lib qoldi bilmayman. Men aytganman 4 milliongacha, 5 milliongacha rasxot bo'lsa qilaveraman. Suv chiqsa bo'ldi deganman. Mana hozir ko'ring, ariqni eni qancha? 2 metr. 2 metrdan ziyodda. Shuni mana ariqni o'zini ko'rsa, ariqda mana asfaltgacha 1,5 metr rasti yana bor. Habib ko'rsa nima zarari tegadi? Hech kimga hech qanday zarar tegmaydi. Prosta yolg'on gapirishib, vatkoz o'zi ko'ylab berishni xohlamayapti. Yolg'on yaxshi gaplarni gapirishib, men ustimdan juda og'ir gaplarni gapiryapti. Sherali tog'a necha kirdingiz savol? Men hozir 1952-yilda tug'ilganman. 74 ga o'tdim-da. 74 yoshga kirdingiz. 74 yoshida necha oydan beri murojaat qilyapsiz tegishli tashkilotlarga? Tegishli tashkilotlarga murojaat qilganimga 4 oy bo'ldi. Buni shu ekskavator olib kelib, ko'ylaringlar,
o'zingiz ko'lavering degan kuniga 3 oy bo'ldi. 3 oy bo'ldi. Shaxsan oblvatkozni boshlig'i kelib o'zi og'zaki ruxsat bergan. Lekin menga mahalla komitetining raisi yozma ravishda bersin deb talab qilyapti. Talab qilyapti. Mahalla raisi kelishtirib qo'ya olmayapti. Mahalla raisini sen aralashma bor ishingni qil deganligim uchun meni aralashma degansan, men qarshilik qilaman deb mana bu yerda odamlarni to'plab yolg'on yashiq gaplarni gapirib, Taxminan nechta fuqarolarni to'plab sizga qarshi ko'rsatyapti mahalla mana raisi? shu yerda misoldan 10 ta 15 ta xo'jaliklarni chaqirib, borib bir 20 ta xo'jalikni borib eshik ro'yxat qilib chaqirib kelyapti. Mana birinchi mahallani oldida ham syomka qildik, ko'rishdi. O'sha fuqaro mahallada xonadonda fuqarosi chiqmadi, 2 chiqmadi, 3 chiqmadi. Bu fuqarolar qarshilik ko'rsatgan yo'q-a? U naryoqda ko'rsatgan yo'q. Bu tomonlar ko'rsatgani yo'q. Mana aytib ko'ring. Mana xo'jalik mashqdan ariq kelgan. Shunday ariqda shunday kun bordi. Bunga hech kim chora ham ko'rmaydi, boshqa ham qilmaydi. Xo'p, ariq yo'q, pishig'ishni oldidan kelganmi? Yo, bu tomondan. Ha, bu tomondan ariq kelganmi? Ha, ariq keldi, men aytgan shunday o'tgan. Mana kun bordi buni. Mana yerdan keladigan ariqlar bir-biriga suv o'tkazishmaydi. Qo'ni qo'shnining ittifoqchiligi yo'q. Ish ustida ko'raylik deb chaqirishib kelib, militsiya chaqirishib, mana bu odam janjal qilyapti deb uchastkovoyni chaqirishyapti. Uchastkovoy kelib, nimaga janjal qilyapsiz deyishyapti. Men ustimdan protokol tuzib, anaqa militsiyaxonaga borib, meni oblvatkozni boshlig'i men qayerdan bilaman, yozma ravishda yozib bermasdan og'zaki gapiga kelib, men ekskavatorda olib kelib siz ariqni ko'lating, men turbani ochib beray desa, men u odamning gapiga ishonib ketman. Mening mahalla komiteti mahalladagilar janjal qilyapti deb. Ichki ishlardan qaysi uchastkovoy kelishdi? Sardor deganmi? Sardorbek degan uchastkovoy kelishdi. Sizda nima qildi? Tanimayman ikkitasini. Sardormi biz uchastkovoy o'sha keldi. Protokol yozdi, nimalar yozib oldi. Sizga qanday chora ko'rishdi keyin? Chora ko'rmadi. Sudga olib kirib chiqaman dedi. Olib kirmadi sudga. Olib kirib sudga kirdim, qonuniy o'rganamiz dedi. Men buni yuqori tashkilotlardan shuni so'rayman. Men agar bitta aybdor bo'lsam, menga chora ko'rsin. Qonuniy bir ariq ochilish kerakmi? Ochib bersin. Bu dokumentarni ariq bu. Mayli vatkoz raskotini ko'tarmasa, men ko'taraman raskotini. O'sha tashkilot qilib bera olmasa, men o'zim yonimdan qilaman deyapsiz. Menga ruxsatini bersin. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev shunaqa fuqarolar borligini bilasizmi? Shunaqa fuqarolar qiynalib yurganini bilasizmi? Tegishli tashkilotlar o'z o'rnida, o'z vaqtida o'rganmaganning hisobiga mahallalarda urush janjallar, fayz barakalar qochishi shundan bo'ladi. E'tiborsizlik natijasida katta muammolar kelib chiqadi. O'zi kichkinagina muammocha, bu muammo emas bu. Muammocha deb muloqot qilsa, mubolag'a bo'lmasdi. Afsuski 3 oy mobaynida o'sha tegishli rahbarlar bartaraf qilolmagan narsani men kelib bartaraf kelganim ham u rahbarlar uchun juda ham katta uyat hisoblanadi. To'g'rimi Sherali tog'a? To'g'ri, rahmat. Salomat bo'ling. Siz bir necha marotaba bizga murojaat qildingiz. Murojaatingizni o'z vaqtida yecha olmadik. Sababi biz tegishli organ hisoblanmaymiz yoki tashkilot muassasa rahbari hisoblanmaymiz yoki xodimi hisoblanmaymiz. Sababi ular o'rgan bo'lgandan keyin agarda o'rganilmasa yoki noqonuniy holatda o'rganib, til biriktirib, sizning murojaatlaringizga yuz burib, panja ortidan qarasa umumiy tartibda keyin bizga murojaat qilasiz, biz keyin ularning murojaatiga, sizning murojaatingizga asosan ularning faoliyatini o'rganamiz xolos. Ana shu uchun ham biz fuqarolar bilan bevosita muloqot qilmadik ortiqcha. Sababi endi chaqirsak bo'ladi mana fuqaroni. Fuqaro o'zini bilib chiqib, mayta syomka ketyapti, mayta jarayon ketyapti degan narsa desa, savol bersa yoki javob olsa bo'ladi. Biz ham o'zimizga yarasha savollarimiz bor. Afsuski mahallada birorta kimsa ko'rinmadi. Fuqarolar tomonidan o'rab olingan tegishli mutasaddi rahbarlar tomonidan mutaxassislar kelib o'rgansa, bu aniqlashtiriladi. Mana ko'rib turganlaringdek, ariqdan suv chiqyapti. Vaqti-vaqtida suv chiqadi, ba'zi vaqtlarda suv chiqmay qoladi ekan. Mana shunday ochib olsa, orasi qancha 100 metr chiqamiz. Sharafkam bilan ona sharafkani orasi 150 metr. 150 metr, ha? Ha. Ko'cha hovli yurmasdan
o'sha tarafdan shunday suvdoshlik o'taveradi. Mana hozir manadan kelgan ariq bor, yo'l yo'q. Yo'l kerak bizga. Yo'l kerak. Mana ariq, mana suv to'ylab yotibdi. Lekin mana suv kelyapti, lekin o'shandan biz ochish imkonimiz yo'q. Odamlar vahima qilyapti, chuqur ko'llanib ketadi. Mana chuqur. Sizni mahallangizda boshida ham xuddi shunaqa ariq bor, a? Bo'lgan. Xuddi shunaqa ariq bor. Bir vaqtlar bo'lgan. Ha, ariq bo'lgan. Hozir ham bor, lekin ko'ylab ochish kerak shuni. Ochish kerak. O'sha xonadonga har qalay yeri bo'ladi deb turib, qo'shimcha tarzda siljib kelib, yopilib ketgan. U yerda biznikini bunchalik chuqur ko'lanmaydi. Bo'lsa 1,5 metr ko'laydi, deyapsiz? 2 metrga boradi. Men turba olib ko'mib beraman agar shuni chuqur joylariga. Yolg'on gapirishib, qayta tekshiruv kelsa, kelib ko'rmasdan, bilmasdan shunday yo'q. Ariqda suv kelyapti, hamma yo'q ochiq, deb yolg'on yashib, birovlarning uyiga o'tadi, daraxtlar bor. Qanaqa daraxt bor debdi. Hech qanaqa daraxt yo'q. Mana shu suv, bir ariq suv kelyapti, o'shadan biz foydalanolmayapmiz. Ha, buni boshidan biz tomonga o'tadigan joyda mana hozir video davomida ko'rsataman. Ariq aholining ichiga kirib ketgan. Mana ariq kelyapti. Ariq kelyapti. Mana yerdan bag'ida, u aholining ichiga kirib ketgan o darvozani tagidan. Mana katta ariq. Mana bizga bo'ladigan kichkina ariqlar. Ha, ariq ikkitami bu yerda? Ha. Mana bu haligi yo'ldagi kichkina ariq bor-ku, turbali. O'sha mana xonadonni o'tib ketgan. Bu ariqdan suv ochib borgani qayerda o'taman men. Nechta xonadon bor bu yerda hozir? Bu 4 ta xo'jalik bor. 4 ta xo'jalik. Obudniki bo'lsa 5 ta xo'jalik ekan. Bu ariq kanalga tushadi, borib. Mana o kanalga tushadi, mana o katta ariq. Narigi bizga xo'jaliklarga bo'ladigan ariq mana. Bu to'g'ri borib kanalga tushadi ekan. Mana bu ariq xo'jalikka kirib ketadi. Xo'jalikdan o'tib ketadi. Qanday men buni kelib bu hovliga kirib suv ochaman. Tushunarli. Mutaxassis xodimlar ko'rganda vijdonan tegishli mutasaddi rahbarlar 2-3 ta fuqaroni o'rtasidagi nizoli holatni o'z vaqtida shaffoflik bilan bartaraf qilsa, o'sha organ xodimlariga yoki organdagi rahbarlarga muammo bo'lmaydi. Men murojaat qilyapman. Murojaatim tegishli joylarga yetib boryapti. Ular tegishli mutaxassislarni o'rgangani mahallamizga yuborganda ko'z ko'ronalik bilan panja ortidan qarashib, boshqa yolg'on ma'lumotlarni berishib, javob xatida menga yo'llashyapti, deyapti. Mana biz to'g'risi Oltiariq 24, Xalqparvar, Xalq ovozi 24 bizda ijtimoiy tarmoqlarimiz. Ushbu ijtimoiy tarmoqlarda qo'yishga majburmiz. Biz ham tegishli tashkilotlarga bir necha bor chiqib ko'rdik. Shaxsan o'zimda vaqtim bo'lmadi, 2 oy mobaynida vaqtim bo'lmadi. Bu Sherali tog'a murojaat qildi. Murojaatga asosan biz kela olmadik. Buni tegishli yuqori turuvchi organlar, yuqori turuvchi tashkilotlar, tegishli mutaxassislar kelib, shaffoflik bilan, haqqoniylik bilan o'rganib, o'zini o'sha voqea joyida yoki o'sha muammo bo'lib turgan maskandagi joyda mahalla raisi, mahalla faollari, oqsoqollar bilan birgalikda birlashtirib turib gaplashib, kelishtirib qo'ysa bo'ladigan kichkina muammocha ekan bu. Aslida bu katta muammo qilib, bilasizlarmi, O'zbekistondagi fuqarolar nima uchun qiynaladi? O'sha tegishli mutaxassislar yaxshi ishlanmaganligi uchun, ish bilmagani uchun, tegishli me'yoriy hujjatlarni yaxshi tushunmagani uchun fuqarolar qiynalishadi. Mana murojaatchi bilan birgalikda keldik. Mana shunday katta ariqda suv yo'q emas, bor suv. Suv bor. Lekin yo'l yo'q. Hozir suv ochgani keladigan bo'lsam, qayerda o'taman? Mana qayerdan kelaman men? Mana. Suv kelyapti-ku deydi. Suv ochgani qayerdan yo'l bor? Mana ko'ringlar, yo'l yo'q. Musulmon odamlar, suvni ham to'sasizlarmi? Suvni ham berkitasizlarmi? Bir-birlaringdan qizg'onmanglar suvni. Syomka qilingan joyda tuman hokimining birinchi o'rinbosari kelib ko'rdi, mahalla komitetining raisi kelib ko'rdi. Yo, bu odamlar kelib ko'rdi. Lekin prokuratura yo ichki ishlar yo yuqori tashkilotlar
suv xo'jaligi vaziriga ham yozdim, 2 martalab yozdim. Hech javob xati kelmaydi menga. Xat keladi, ustida o'rganib chiqilsin deydi, lekin o'rganadigan odam yolg'ondan telefonga xat yozib jo'natyapti. Mana qayerdan suv ochaman? Mana mahallani boshi. Mana suvni aytdan ochdik. Qayerdan kelaman deydi. Mana shu kun ustidan suv boradi. Suv ham yurmayapti ekanda, yaxshi o'zi. Mana bu ariq ko'milib ketgan. Mana yo'l yo'q. O'z yo'l bo'lganmi bu joyda oldin? Ha, mana shular shu tomonda katta yo'l, katta ariq bo'lgan. Bu ariq Sho'x Shahmardon kanali hisoblanadi. Sho'x Shahmardon kanali shu kanal hozir mana shu ikki tomoni bitib ketgan. Endi haligi ko'rsatgan joyim, nari ko'rsatgan joyim ariqning nari yog'idan kelgan. Buni boshiga ham olib borib hozir videodan unda ko'rsataman. Ertadan ham bundaqa bek suv ochadigan. Haligi birinchi ko'rsatgan joyingiz, hali opa chiqib xafa bo'lishdi-yu. Bekitib yorishgan qo'shinlarimiz, ochko'zdek qilib yerda egallab olgan ariqda chekkasini deb gapirishdi. O'shani boshini ko'rsatmoqchi bo'lyapsiz. Tushunarli. Mana hozir yo'l yo'q, bu yerda o'tib bo'lmaydi, oxirigacha borib bo'lmaydi. Siz bu joydan agarda u haqiqiy o'zingizni suv ichadigan joyingiz ham, asosiy joyingiz ham muammosi bartaraf bo'lsa, bu yerdan suv bormasligi haqida qiziq joyingiz yo'q, to'g'rimi? Yo'q. Siz norozi bo'lmaysiz. Bu umumiy tartibda ko'rsatilyapti, hurmatli obunachilar, hurmatli mutasaddi rahbarlar. Bu vaj qilinib turgan 3 ta 4 ta vaj qilinib turgan sabablar bu misol tariqasida ko'rsatib berilyapti. Bu narsani ham tushunishlarini xohlab qolardik. Bu asosiy ariqda eng oson suv ichadigan ariqda muammosini biz ko'rib chiqdik. Muammocha, u katta muammo emas ekan, muammocha hisoblanadi. Buni oddiy odam ham bunday musulmonchilik qilib, chiroyli qilib tushuntirib, do'stim, men yerdan suv bergan 1 metr joydan bersang, bo'ldi, ichadi ekan desa, muammo bartaraf bo'ladi. Afsuski buni mutasaddi rahbarlar, tegishli tashkilotlar u fuqarolarga tushuntira bilolmayapti. Hozir shu ariqlardan shuncha ovoragarchilik bo'lib, suv ochib olib borishni o'rniga mana kanalda bitta karobka bor. Shu karobkani ochib bersa, mana shu suv mana uni kanalga tushyapti, anetdan. Shunday ochsa bo'ladi, 150 metr joy. Buncha ovoragarchilik, buncha qiyinchilik yo'q. Qiyingarchilik bo'lmaydi. Ha, hovli ko'cha eshik yurish yo'q. Mana yo'l yo'q-da, suv ochgan yo'l yo'q. Harom bor, yo'l yo'q. Tegishli tashkilotlar kelib o'rganyaptimi? Hech kim kelmayapti. Men tuman hokimining birinchi o'rinbosarini olib kelib ko'rsatdim. Mahalla komitetining raisini ko'rsatdim. Mahalla komitetining raisi ochib beraman dedi. Hayotda ochib berolmaysan deb tamom bo'libdi dedi. Bundan ko'ra o'sha kanalda ochib, o'sha yerga turba qo'yib, o'sha yerga bir murosaga kelaylik dedi. 100 metr turba ko'mib berasan deyapti, 40 ta xo'jalik chiqib. 100 metr turbani ko'mib qo'yib, buni tozalash imkoni yo'q. Tushunarli. Bu yerdan ariq o'tibdi. Buni boshqani, oxiri qani buni? Yo'q, oxiri. Boshi ham yo'q. Mana Aradan chiqqan ariq mana bu birovni hovlisidan chiqqan. Mana o'tdan keladi. Endi hozir qayerda o'tamiz endi mana. Suvni kechib o'tish kerak. O'n bitta turba bor, o'shani oldini ochib qo'ysa, haligi devor bekilgan joy bor, devor urilgan. O'shadan chiqadi suv. Haligi devor urilgan joy, mana ekranda ham qo'yib ketaman. Ana shu joydan chiqadi suv. Ushbu suv a? Shundan borgan suv, hozir agarni qo'li unasa ko'rsataman. Tushunarli. Bular ham bekitib olishganmi bu xonadonlar ham o'sha joydan, o'rtalardan? Bekitgan oxirigacha. Tushunarli. Shu bog'ning ichiga kiradigan mana shu. Mana siz zaboringiz mana o joy yo narigisimi? Shlaka blokdan ag'isizniki, bu tomoni bu ekaniki. Boshini bekitib qo'ygan ekan xolos-da. Hozir bu menimcha bekitgan bo'lsa ham, to'g'rimi? Tushunarli. Narigi kimniki? Bunga suv chiqib faqat kiribdi. Suv naryoqdan keladigan besh suv.
Eskiden nega kelayotganda voqiflikmi? Nariga chiqimdi bu keldi. Mana Ha, yo, to'g'ri chiqdi. to'g'ri g'ofirlik. Hozir necha bo'lib chiqdi. Mana u kimniki? Bu g'ayrat. G'ofir. G'ofirani nizomdan qo'shadi. Hozir Mamat yuqorida. Ha, Qo'shadi g'ofir. g'ofir. Hozir xonadondan chiqqan nima bor-ku, biz ko'rdik-ku. Xonadonni to'sib olibdi. Mana o suvmi, bu turbadan ketgan suvmi? Bu Shahmardon kanalidan kelayotgan kanal mana shu. Hozir kichkina bo'lib qoldi bu. Bu ariq emas, bu olti ariqni bittasi bo'lingan. Hozir mana bunga deb yemir o'rganga qilib qo'yishgan. Hech nima deb ketmaydi. Mana Ho turba bunday o'tib necha metr turba mana shu turba? bu turba yaqin 500 metr joyga boradi. Yo'q, turbani o'zi deyapti. Ona ketadi, o'sha o'rikkacha. Ha, qolgani ariq ketgan. Xonadonni ichidan ketgan yoki xonadon chekkasidan ketgan. Ichidan ketgan. Netta endi uni xo'jaligidan o'niki tomorqasidan chiqib chiqadi. Ariqdan keldim. Nasa yo'l yo'qsa, ariqdan kelib suvoshdi. Bunday kelatda tashlab yuboradi. Ha, siz ko'rmaysiz, kim tashab, kim bekitib qo'yib turgan, to'sib qo'yib turganini ko'rmaysiz. Bu mana u Musharish mahallani sentriga bo'ladigan katta ariq bu. Bu yuksalish. Bu tomon nima deyiladi? Ha, haligi opay chiqqan nima? Navro'z, ha. Navro'z mahallasi yuksalish. Tushunarli. Assalomu alaykum hurmatli mutasaddi rahbarlar, hurmatli bizning kanalimiz obunachilar, mana ko'rib turgan bo'lsangiz, asosiy suv keladigan ariqda ustida devor. Mana fuqarolar o'tish uchun mana shu joy bor ekan mana. Endi o'tsa bo'lar ekan, xuddaligi o'g'riga o'xshab o'tish kerak ekan-da, birovni ariqni xuddi birovni xonadoniga kirganda mana bu yerlar ham uzun bog' ekan. Mayli foydalansin. Foydalanishga hech qanaqa bu murojaatchining qarshiligi yo'q, lekin bu yerdan fuqaro o'tib bemalol o'zini arig'ida ikkita tomonga bo'lingan suv ikki tomonga bo'lingan bo'lsa, qaysi tomonga ketayotib turganini ko'ra bilish uchun o'tish kerak. Bu yerdan muntazam ravishda fuqarolar yurib turadigan yo'l bo'lgan ekan. Qayerlarga murojaat qildi Sherali tog'a? Farg'ona viloyat suv xo'jalik boshqarmasiga murojaat qildim. Farg'ona viloyat qishloq xo'jalik hokimiga murojaat qildim. Oltiariq tuman suv xo'jaligiga murojaat qildim. Tuman hokimiga murojaat qildim. Prokurorga murojaat qildim. Respublika suv xo'jalik vazirligiga murojaat qildim. Keyin 10:00 ga murojaat qildim 2 marta. Xalq qabulxonasiga. Qanday natija bo'lmayapti. Mana hozir bu yerda Yolg'ondan ma'lumot berishib, yozib jo'natyapti. Mana aholining ichidan o'tgan hech narsa yo'q deb aytishgan. Mana ochiq-ku hamma yo'q. Mana ochiq. Mana hech qanaqa muammo bo'lmaydi bu yerda, ariq ko'ylansa, to'g'rimi? Misol 2,5 metr oraliq bor. Mana bu yerdan ko'ylasa hech qanday muammo yo'q bu yerda. Qo'lingizda nimalar bor qo'lingizda yana? Menda hamma hujjatlar bor. Har bitta hujjatlarni ko'rsatib video jarayonga chiqaramiz. Hurmatli mutasaddi rahbarlar, hurmatli kanalimiz obunachilari, like bosing, tarqating videoni. Ma'lum darajada o'sha tegishli rahbarlarga borish kerak. Fuqarolarning qiynayib turgan savollari, murojaatlari o'z yechimini topish kerak. Shuning uchun like bosib, qo'llab-quvvatlab tarqating. Mana hozir bizni Oltiariq 24 xalqparvar, xalq ovozi 24 YouTube kanalimizga murojaat yo'llagan Oltiariq tumani Beglar MFA Dehqon Mamatov ko'chasi 1-uyda yashovchi Dadajonov Ashurali Abdullayevichdan murojaat kelib tushgan. Murojaati mana prokuraturaga ham yozyapti. Farg'ona viloyat prokurori Ismoilov Baxtiyor Ahmadjonovichga murojaat yo'llayapti. Murojaati hali hanuz yechilgani yo'q. Bu kichkina muammocha desa mubolag'a bo'lmasdi. Ushbu muammoni ham tegishli tashkilot rahbarlari, mutasaddi xodimlar, mahalla raisi, mahalla oqsoqollari yechib bera olmayapti. Afsuski, o'z faoliyatini biladimi, bilmaydimi, buni video jarayonidan keyin, murojaat chiqqandan keyin tegishli tartibda, qonuniy ravishda o'rgansin, tegishli tartibda fuqarolarni kadastr hujjatlarini ko'rsin. Bu yerda hech qanday istalba o'tmagan, mana istalbani orasidan o'tib ketyapti ariq. Oltiariq tumani Navro'z ko'chasi tomonidan oqib o'tuvchi
kanal hisoblanadi. Mana ko'rib turganlaringdek bu yerda eskitdan damba bo'lgan. Hurmatli mutasaddi rahbarlar, mana ushbu qamish o'sib turgan joyda damba bor. Dambani murojaatchi ochilishini istayapti. Qonuniy tartibda ochib berishlarini talab qilyapti. Afsuski, tegishli tashkilot rahbarlari, mutasaddi xodimlari kelishyapti-da, murojaatchini murojaatlariga panja ortidan qarab, bu ariq bo'lmagan yoki fuqarolar norozi bo'lyapti degan maqsadda Qo'shtirnoq ichida javob xati yo'llashib, murojaatlariga osonlikcha taskin berib qo'ylyapti. Fuqaroning murojaatiga asosan biz Oltiariq tumani Yuksolish mahalla fuqarolar yig'ini raisini oldiga kelganimizda, afsuski rais yo'q ekan. Rais buvamiz bilan gaplasha olmadik. Hozir telefonda gaplashishga harakat qilamiz. Hurmatli rahbarlar, bilasizlarmi, O'zbekistonda juda ko'p ijtimoiy tarmoqlarda o'zbek fuqarolari, qolaversa O'zbekiston Respublikasi fuqarolari norozi bo'lib chiqadi. Bu noroziliklarga bir narsa ta'sir ko'rsatadi. Aynan o'sha tegishli murojaatni o'rganish davomidagi mutaxassislar, tegishli tashkilot rahbarlari ayrim fuqarolar bilan tanish-bilishchilik qilib, qonuniy yo'llagan murojaatchini murojaatlariga panja ortidan qarab, Qo'shtirnoq ichidagi shaxslar murojaatchini ustidan kulgan holatda murojaatini yengil, yuzaki o'rganadi-da, negizga bormasdan javob yo'llaydi. Buning natijasida murojaat qilgan odam aynan o'sha shaxsdan emas, davlat boshqaruvchi organ xodimlaridan, rahbarlardan, muhtaram prezidentimizdan aziyat chekmoqda sifatida video murojaatlar tarqatishadi. Bunga negiziga albatta birinchi navbatda o'sha eng quyuq palatadagi shaxslar javobgar hisoblanadi. O'sha mahalla raisi, mahalla oqsoqollari, tegishli faollar, albatta ichki ishlar bo'limining inspektor xodimlari ham javobgar hisoblanishadi. Shu bois, hurmatli butun meni O'zbekiston bo'ylab kuzatayotgan hurmatli rahbarlar, har bitta murojaatni negiziga yaxshilab qarasangiz, agarda murojaatchi nohaq bo'lsa, borib joyida nohaqligini bo'yniga qo'yib, birma-bir telefoningizga yozib oling kerak bo'lsa. Sizni murojaatingizni o'rganishga men majbur emasman, sababi siz nohaqsiz deb gapirish kerak yoki qarshilik ko'rsatyapti turganga. Qarshilik ko'rsatmaslik yuzasidan majburiyat yuklatish kerak. Agarda yana fuqaro tomonidan berigi fuqaroga, murojaatchiga qarshiliklar bo'lsa, unda majburiy tartibda 10 sutka, 15 sutka O'zbekiston Respublikasi ma'muriy va jinoyat kodekslari bo'yicha choralar qo'llanish kerak. Qonun nima uchun O'zbekiston Respublikasida mavjud? Qonun tartibga solish uchun, har bitta holat uchun qonunlar O'zbekiston Respublikasi qonunlari konstitutsiyaviy qonunlarga tayanib ish ko'radi. Albatta, ushbu murojaatchining ham konstitutsiyaviy huquqlari poymol bo'lgani hammaga ma'lum. Xohlagan rahbar agarda ashi insonni, ashi murojaatchining konstitutsiyaviy huquqlari qayerda deb mendan savol bersa, albatta men buni birma-bir gapirib bera olaman. Hurmatli rahbarlar, hurmatli mutasaddi rahbarlar, o'sha Ashurali aka haqida ma'lumot berayotgan yoki nohaq deb ma'lumot berayotgan odamlar aynan rahbarlar bilan bizni ko'rishtiringlar yoki birma-bir ularni qayta xizmat tekshiruv qilishlaringni Ashurali aka talab qilmoqda. Bizga murojaatlari shundan iboratki, mana tabiiy holatda rasmini qo'ymasdan video jarayonga olib sizlarga ko'rsatyapmiz. Hurmatli rahbarlar, sizlar befarq bo'lmanglar. Adolat tarozi kim tomonda ekanini haqida og'zaki bo'lsa ham gapirib o'tmasa, nizo kattalashadi. Bu kerak bo'lsa o'limgacha ham olib kelishi mumkin. Ko'p holatlarda nohaqlikdan jabr chekkan fuqarolar bilamiz, O'zbekistonda ijtimoiy tarmoqlar orqali bong urib butun dunyoga O'zbekistonni sharmanda qiladi. Bu birinchi navbatda murojaatchidan ko'rmasligimiz kerak. O'sha tegishli tashkilot rahbarlarini, mutaxassislarini ham faoliyatiga bir nazar tashlashimiz kerak. O'zi qaysi stolda o'tiribman? Meni mas'uliyatim nimadan iborat? Meni vazifalarim nimadan iborat? Meni majburiyatlarim nimadan iborat degan savollarni albatta o'ziga jamlab ongiga olish kerak.